Men taxtni islom jug'rafiyasini qo'g'dash uchun qo'limga oldim. Hargiz u mansab uchun emas. Men Mo'ng'ullarni chekindiray, ondan keyin meni xolisanglar taxtdan tushirib o'tinglar, xolisanglar o'ltirib o'tinglar, qanday qilsanglar qilinglar. Lekin men eng avval Mo'ng'ullarni chekindiray deb kishilarga mushundaq nutq so'zlab kishilarni qoyil qiladi. Qanda bir odam o'zining vatani dushman tarafidan ishg'ol qilinish oldida tursa, namoz, zakot haqida gap qilsa, Allohning diniga xiyonat qilgan bo'ladi degan bu gapini qiladi. Ayni Jalut urushi islom tarixidagi eng mashhur urushlarning birisi bo'lib, musulmonlar uchun zo'r g'alaba hisoblanadi. Chunki Ayni Jalut urushi orqali musulmonlar g'alaba qilmagan bo'lsa, Mo'ng'ullar qo'shini bizning muqaddas joylarimiz bo'lgan Qudusga kiradi, Makka, Madinaga kirib, u yerni oyoq ostiga bo'ladi. Biz ilgirki dersimizde bayan qilganimizdek, miladiya 1250-yillarda islom dunyosining ahvoli nihoyat xatarlik bir ahvolga duch kelib qolgan. Chunki Mo'ng'ul istilasi Xorazm davlatini yiqitib, ondan keyin Bag'dodga kelib, 1258-yilda Bag'dodni ishg'ol qilib, musulmonlar xalifasi Mu'tasim Billohni o'ltirib, Bag'dod ichida 40 kun ichida qirg'inchilik ilib berib, 1.800.000 odamni o'ldirdi. Shundaqla Bag'doddagi Baytul Hikmadagi kitobxonadagi 1 milliondan ortiq qo'lyozma asarlarning hammasini Harulada to'shib, Dajla daryosiga tashlab aqtirib o'tgan. Mo'ng'ullar buning bilan kupaylanmay sharq qarab yo'lga chiqmoqchi bo'lgan. Ya'ni Shamdagi, Misrdagi Ayyubiylar qarshi qo'shin tortishga tayyorlangan. Endi bu vaqtda Shamda, ya'ni hozirgi Suriyada va Misrda hukm surayotgan Ayyubiylarning ahvoli qandaqdi? Bu vaqtda Ayyubiylar davlatining oxirgi nafaslarini elayotdi. Ya'ni bu vaqtda milodiya 1250-yillarda Ayyubiy davlatining oxirgi sultoni bo'lgan Salih Najmiddin Ayyub bo'lsa, 7-qatimliq ahli silib urushi qarshi Dimyatda shiddatli urush qiladi. Biz ilgirki dersimiz deganimizdek Ayyubiylar davlatining cho'ng qo'mondonlari, shundaqla eng botur askarlar bo'lsa, Mamlukiylardan tashkillangan edi. Mamlukiylar kimlar? Mamlukiylar bo'lsa, O'rta Osiyodan qul shaklida bozorlarda sotilgan, ondan keyin bularni Ayyubiylar setib olib, oldi bilan bularga Qur'on yedaldirgan, ondan keyin islom tushunchasini singdirgan, ondan keyin diniy bilimlarni o'rgatgan, ondan keyin o'q-yo etish, nayza ishlatish, qilich ishlatish qatorliq harbiy ta'limotlarni o'rgatib, eng yuqori saviyada tarbiyalagan. Hatto Mamlukiylarni shu darajada tarbiyalaganki, qilichni mushundaq ruslab qo'yib, qilichga o'q-yo assa, o'q-yoni qilishni bizga tekkizlaydigan darajada mushundaq yuqori mahoratli tarbiyalagan. Töhfa ko'rsatgan, ishonganlarini tanlab yuqori mansablarga qo'ygan. Bu Mamlukiylarning, ya'ni turk qul askarlarining eng chong alohidaligi bo'lsa, birinchidan diniy ansavisi bek yuqori. Ya'ni o'zlarini Alloh yo'lidagi mujohid, musulmonlarning azizlik uchun kurash qilamiz, o'lsak shahid bo'lmaymiz deydigan islomiy prinsip nihoyat ustun edi. İkincisi bo'lsa, Ayyubiylar davlatiga nihoyat sodiq edi. Mana bu sababdan Salih Najmiddin Ayyubmi o'zining eng chong qo'mondonlarini ana shu Mamlukiylardan qiladi. Shundaqla Mamlukiy askarlarni nihoyat ko'paytirib o'tadi. Ular ko'payib ketganligi sababli ularga maxsus 3 yil sarf qilib Nil daryosi bo'yiga Ravdatul Manil deydigan harbiy baza quradi. Va butun Mamlukiylar ana shu yerda yetib qopadi va shu yerda tayyorlik qiladi. Shundaqla Sultan Salih Najmiddin Ayyubninki ahli siliblar bilan bo'lgan urushlarda eng töhfa ko'rsatgan kishilar yana shu Mamlukiylar bo'ladi. 7-qatimliq ahli silib urushidami Mamlukiylar sapning oldida bo'ladi. Shundaqla bosh qo'mondonlari Mamlukiylardan tarkib topadi. Biz ilgirki dersimiz deganimizdek 7-qatimliq ahli silib urush jarayonida Sultan Salih o'z ajali bilan vafot topadi. Mana shundaq urush paytida Sultan Salih Najmiddin Ayyubning ayoli Shajaratud Dur degan bu ayol qo'mondonlikni qo'liga olib urushni davom qiladi. Shundaqla yo'ldoshi, ya'ni Sultan Salihning o'lganligini butun askarlarni yushiradi. Chunki agar oshkorlasa, ma'niyati tushib ketadi. Shundaqla izbosari taxt varisi Turanshahga xat avatadi. Turanshah Iroqdan ochab turib keladi. U kelgandan keyin ondan keyin Sultan Salihning o'lganligini oshkorlaydi. Qo'mondon Turanshah bo'lib urushni davom qiladi va bu urushda Ayyubiylar g'alaba qiladi. Urushda g'alaba qilgandan keyin Ayyubiylar davlatining sultoni, podshohi Turanshah bo'ladi. Turanshah Mamlukiylarning ta'sirini Ayyubiylar davlatidan tozalamoqchi bo'ladi. Chunki cho'ng qo'mondonlarning hammasi, vazirlar, maslahat birlig'larning hammasi Mamlukiylardan bo'lib ketgachga xuddi o'zini Mamlukiylar kontrol qilib olgandek his qilib qoladi. Buni his qilib qolgan ayoli Shajaratuddur va cho'ng qo'mondon Mamlukiylar uning qarshi suiqasd planlab Sultan Turanshahni o'ldirib o'tadi. Shajaratudurmi Mamlukiylardan edi. Shundaqla u nihoyat qobil, botur ayol edi. Turanshah o'ldirilgandan keyin uning o'rniga kimni chiqamiz degan haqida Mamlukiylar maslahatlash orqali oxiri Sultan Salihning ayoli Shajaratudurni Ayyubiylarning sultoni qilib saylaydi. Lekin Misr xalqi unga rozi bo'lmaydi. To'polon ko'tardi, isyon ko'tardi. Hatto bu vaqtda Abbosiylar xalifasi Mu'tasim Billah bularga xat avatib, "Aranglarda er kishi yo'qmi? Agar aranglarda er kishi bo'lmasa, men er kishi avatay" deb mushundaq masxara qiladi. Mana mushundaq har turli besimlar sababli Shajaratuddur oxiri Turkman Mamlukiy qo'mondon bo'lgan Izziddin Ayb
Aybek'e uylanadi ve 80 gün hukuk tutkandan keyin bu hukukni, yani Eyyubilar devletinin sultanlığını İzzeddin Aybek'e ötünüp beradi. Mana muşunun bilan Tunji sultan Türkmen Memlukilardan bulup Eyyubilar devleti ahirleşip Memlukilar devletinin devri başlandı. İzzeddin Aybek miladiya 1250-yili 5-ayning 2 kuni taxtga chiqdi. Bu vaqtda rasmiy shaklda Mo'ng'ullar Bag'dodga qarab manga edi. U taxtga chiqqandan keyin eng avval o'zi bilan tang tush, o'ziga xiris qila oladigan, ham tang bo'lgan cho'ng 2 mamlukiy qo'mondondan qutulmoqchi bo'ladi. Uni bilan tang tush, uni tahdid bo'la oladigan cho'ng 2 qo'mondon bo'lsa, birisi Ruknuddin Baybaros, yana birisi bo'lsa Aqtay edi. Bu ikki qo'mondonning keyinda nurg'un askar bor edi. Har vaqt Izzeddin Aybekka inqilob qila olishi, uni taxtdan tushira olishi mumkin edi. Izzeddin Aybekning atrofida Sayfiddin Qutuzga o'xshash nihoyat qobil qo'mondon bor edi. Sayfiddin Qutuzni o'ziga muavin qiladi. Shundaqla uning keyinda nihoyat istedodli ayoli Shajaratuddin bor edi. U ayoli Shajaratuddin va qobil qo'mondoni Sayfiddin Qutuz bilan maslahatlash orqali oxiri Aqtayni qasrga chaqiradi. Aqtay qo'shin bilan qasrga keladi. Qo'shinni qasrning sirtida qo'yadi, o'zi qasrning ichiga Izzeddin Aybek bilan ko'rishga kiradi. Izzeddin Aybek plan bo'yicha uni tutib o'ldiradi va kallasini uzib Sepilan sirtidan askarlarning oldiga tashlaydi. Askarlar qo'mondonning kallasini ko'rgandan keyin darhol keyniga chekinib Zohir Baybarisning qashiga boradi. Yuqorida o'tganimizdek Zohir Baybaris Mamlukilar ichidagi cho'ng qo'mondonlarning birisi, shundaqla keyinda o'zguchli qo'shini bor edi. Aqtayning qo'shini va o'zining qo'shini bo'lib Zohir Baybaris zo'r qo'shinga ega bo'ladi. Shunda qilib Mamlukilar ikkiga bo'linadi. Birinchisi Muazzi Mamlukilari. Muazzi Mamlukilari bo'lsa Izzeddin Aybekning tarafdorlari edi. Yana birisi bo'lsa Bahriy Mamlukilar. Bular bo'lsa Zohir Baybarisning tarafdorlari edi. Zohir Baybaris o'zining qo'shinini boshlab Sham tarafni egallash uchun Sham tarafga qarab chiqib ketdi. Shunda qilib Misr Muazzi Mamluklari qoladi. Ya'ni Izzeddin boshchiligidagi Muazzi Mamluklari qoladi. Zohir Baybaris bo'lsa Shamga berib shu yerda o'zining hukmronligini tiklagandan keyin ondan keyin Misrni olmoqchi bo'ladi. Chunki Ayyubilar yiqilgandan keyin Shamdagi hukmronlik ojizlashib o'zaro baglikka bo'linish oldida edi. Ya'ni Sham tayya o'lja edi. Izzeddin Aybek Zohir Baybarisning ta'siridan qutula olgan bo'lsa-mu, lekin ayoli Shajaratuddinning kontrolligidan qutulmagan edi. Ayoli Shajaratuddin uni shunday kontrol qilib olgan ediki, tunji ayoli bilan va bolalar bilan kurashtirmaydi. Bu sababdan Izzeddin Aybek ayoli Shajaratuddinning kontrolidan chiqish uchun Sayfiddin Quduz bilan maslahatlashib, Mosul amirining qiziga uylanmoqchi bo'ladi. Buni anglab qolgan Shajaratuddin nihoyat g'azablandi va cho'ng qo'mondonlar bilan maslahatlash orqali yo'ldoshi Izzeddin Aybekni o'ldirib etadi va yo'ldashim o'zligidan o'lib qoldi degan xabarni taqidi. Lekin Izzeddin Aybekning muavini Sayfiddin Qutuz uningga ishonmaydi. Aniqlashga boshlaydi. Oxirida Shajaratuddinning yo'ldoshi Izzeddin Aybekni o'ldirib etganligini aniqlab chiqdi-da, darhol Shajaratuddinni tutadi. Uni tutgandan keyin uni Izzeddin Aybekning tunji ayoliga beradi. Ya'ni bu sizning yo'ldoshingizni o'ldirib etgan qotil mushu Shajaratuddin, uni qandoq betaraf qilish sizning haqqingiz deb ikkinchi ayolni birinchi ayoliga topshirib beradi. Izzeddin Aybekning birinchi ayoli Shajaratuddinni Igiz qal'aning ustiga chiqib shu yerdan tashlab o'ldirib etadi. Izzeddin Aybek o'ldirilgandan keyin uning o'rniga 15 yoshli o'g'li taxtga chiqadi. Ammo Sayfiddin Qutuz uning oti begi bo'lib, davlatni Sayfiddin Qutuz boshqaradi. 15 yoshli Banu sulton bo'lganlik qarta xalq isyon ko'taradi, to'pinan ko'taradi. Ya'ni Misr tinjimaydi. Mana shu paytda milodiya 1258-yili Mo'ng'ullar Bag'dodga besib kirib, nihoyat qirg'inchilik qilib boradi. U yani egallab bo'lgandan keyin Sham qarab qo'shin tartqaydi. Ahvolning nihoyat jiddiy ekanligini his qilgan Sayfiddin Qutuz podshohlikni 15 yoshli bolaga tashlab bersa bo'lmaydiganligini his qildi-da, o'zining jug'rafiyasi va Sham diyorini qo'g'dash uchun tarixiy qarorni olib 15 yoshli sultonni taxtdan majburiy tushirib o'tadi va o'zi taxtning ustiga chiqib kishilarga shundoq jakalaydi. Men taxtni islom jug'rafiyasini qo'g'dash uchun qo'limga oldim. Hargiz u mansab uchun emas. Men Mo'ng'ullarni chekindiray, ondan keyin meni xolisanglar taxtdan tushirib o'tinglar, xolisanglar o'ldirib o'tinglar, qanday qilsanglar qilinglar, lekin men eng avval Mo'ng'ullarni chekindiray deb kishilarga shundoq nutq so'zlab kishilarni qoyil qiladi. U kishilarni qoyil qilib bo'lgandan keyin uning kushandisi, ya'ni tahdid bo'lgan Zohir Baybarisga xat avatib, hozir Mo'ng'ullar Sham tarafga qarab kelyapti. Biz ichki ixtilofni qo'yib birlashaylik. Darhol Mo'ng'ullarga qarshi birlashmasak, bizning oqibatimiz Bag'dodga o'xshash bo'ladi. Abbosiylar xalifasi o'ldirildi. Endi biz islom prinsipi ustida birlashaylik deydi. Zohir Baybaris Sayfiddin Qutuzning taklifiga ma'qul bo'ladi. Shundaqla Zohir Baybaris qo'shinni boshlab Misrga keladi. Sayfiddin Qutuz Zohir Baybarisni nihoyat dag'dug'i bilan kutib oladi va uni burunqi eng yuqori mansabga qo'yadi. Shundaqla uningga hech ish bo'lmagandek nihoyat yaxshi muomala qiladi. Shunda qilib Mamlukiylar Sayfiddin Qutuzning shundaq tirishchanlik bilan yana bir qatim birlik keladi. Ya'ni Mo'ng'ullarga qarshi birlik keladi. Demak, islom tarbiyasi yetishgan bu Mamlukiylar ba'zi bir da'talash, ixtilof kirib qolgan bo'lsa-mu, lekin sirtqi dushmanga nisbatan vaqti kelganda mana shundaq islom prinsipi asosida birlik keladi. Sayfiddin Qutuz Mamlukiylarni mana shundaq birlashtirib bo'lgandan keyin kishilar orasida keng ko'lamli jihad safarbarligi e'lon qiladi. Bu jihad safarbarligiga tarixdagi mashhur olim Izzeddin Abdusalom boshchilik qilib
kishilarning orasida jihad ruhini tirildiradi. Shundaqla mana bu shundaq Mo'ng'ullar o'zining vataniga besib kelgan vaqtida jihaddan boshqa har qanday tema haqida gap qilganlarni xoin deb e'lon qiladi. Shundaqla tarixidagi buni mashhur so'zini qiladi. Qanday bir odam o'zining vatani dushman tarafidan ishg'ol qilinish oldida tursa, namoz, zakot haqida gap qilsa, Allohning diniga xiyonat qilgan bo'ladi degan bu gapini qiladi. Shundaq qilib butun jamilarda, butun masjidlarda Mo'ng'ullarga qarshi jihad safarbarligi e'lon qiladi. Natijada Sayfiddin Qutuzning atrofiga nihoyat zo'r qo'shin tashkillanadi. Odam to'plab bo'lgandan keyingi ikkinchi masala bo'lsa iqtisod masalasi edi. Sayfiddin Qutuz buning uchun keng ko'lamli iqtisod to'plashga boshlaydi va Izziddin Abdusalomdan mushunga yordam qilsangiz, ya'ni kishilarni iqtisod chiqim qilishga, ya'ni Alloh yo'lida pul sarf qilishga qiziqtirib bersangiz deydi. Izziddin Abdusalom tarixiy so'zni qiladi. Men kishilarni Alloh yo'lida jihad qilish uchun chiqim qilishga buyurayman. Buning bir sharti bor. U bo'lsa eng avval sizdan boshlab bütün mansabdorlar, vazirlar va askarlar hammasi bir at, bir qilich va urush aslahalaridan boshqa bütün narsani Alloh yo'lida chiqim qiladi. Ikkinchi qilib davlat xazinasining hammasini xajlaysizlar. Bu yetmagandan keyin ondan keyin men kishilarni Alloh yo'lida chiqim qilishga buyruq qilaman va buning vojib ekanligini e'lon qilaman. Ammo shart yuqori degandek eng avval buni o'zinglardan boshlaysizlar deydi. Sultan Sayfiddin Qutuz Izziddin Abdusalomning degani bo'yicha o'zidan boshlab bütün amirlarga, bütün vazirlarga, askarlarga urush ketadigan aslahalikdan boshqa bütün mollarini tashlanglar deb buyruq qiladi. Nurg'un mol dunyo to'planadi. Ondan keyin davlat xazinasining hammani ajratadi, lekin yana yetmaydi. Mana mush vaqtda Izziddin Abdusalom endi xalq majburiyatsizligi tushdi. Sizlar bu urush qarta chiqim qilmasanglar bo'lmaydi deb mush fatvoni chiqaradi. Sayfiddin Qutuz bir tarafdan, diniy ulamo Izziddin Abdusalom yana bir tarafdan mana bu shunday Mo'ng'ullarga tayyorlik qilayotgan paytida Mo'ng'ullardan Sayfiddin Qutuzga xat keladi. Bu xatda Mo'ng'ullarning Bag'dodda nima ishlarni qilganligi, agar taslim bo'lmasa, bo'ysunmasa, xuddi Bag'dodga o'xshash Misrni va Shamning hammasini xaroblikqa aylantirganligi, shundaqla bütün kishilarning qirib tashlaydiganligi, shaharga o't qo'yadiganligidan iborat shunday qo'rqinchli tahdidlar bilan to'lgan edi. Hatto oyatlar bilan yozilgan edi. Sayfiddin Qutuz Hulakoning bu tahdid aralash xatini qo'mondonlarga va vazirlarga o'qigandan keyin ba'zi amirlar qo'mondonlarning putqullari siqrashga boshlaydi. Sayfiddin Qutuz bu vaqtda ular qarata oldimizda faqat 3 xil yo'l bor. Birisi taslim bo'lish. Taslim bo'lsak taqdirimiz xuddi Bag'dodga o'xshash bo'ladi. Bag'dodma taslim bo'lgan. Ikkinchisi Alloh yo'lida urush qilish. Agar Alloh yo'lida urush qilsak, g'alaba qilsak, bu bir izzat. Mag'lub bo'lsak, Allohning oldiga borgan vaqtda javob beraymiz, o'lsak shahid bo'lamiz. Uchinchi xil tanlash shaharni tashlab qochish. Qochayli desak, keynimiz qumloq. Qaçdigan yerimiz yo'q. Shuning uchun bu 3 xil tanlash ichida Alloh yo'lida o'lish, urushish eng sharafli yo'l. Shuning uchun Alloh yo'lida urushayli deb buni o'tirib qo'ydi. Vazirlar amirlar qaytadan ruhlanib bo'ladi. Biz Alloh yo'lida urushib shahid bo'lib o'layli degan mushu iddia bilan, ya'ni o'lim iddiyasi bilan rasmiy shaklda tayyorlab qildi. Shundaqla Zohir Baybres Sayfiddin Qutuzga bu xatni olib kelgan elchilarni o'ltirib etib, mushundaq javob qaytarayli. Bu orqali ularning yuragini ezimiz deydi. Sayfiddin Qutuz xat olib kelgan elchilarning hammasini kallasi olib mushundaq javob qaytardi. Mana mushu vaqtda Mo'ng'ullarning podshohi bo'lgan Mongkoxon Xitoy yurishida o'lganlikdan ularning ichida da'talash chiqqan edi. Bu sababdan Hulako nurg'un qo'shinlarni olib faqat 2 tuman, ya'ni 20 ming qo'shinni qoldirib markaziga qaytdi. Qolgan 20 ming Mo'ng'ul qo'shinni 2 qo'mondan bizni hech kim yengolmaydi, biz ularni allabirni yengib o'tamiz degan ishonch bilan Sham taraf qarab keladi va G'azzaga kelib G'azzani egallab yotadi. Mo'ng'ullar qo'shinining boshqa bo'lsa Kitboqa edi. Sayfiddin Qutuz Zohir Baybres boshchiligida bir qism qo'shinni oldin yo'lga soladi. Zohir Baybres bu qo'shin bilan G'azzaga kelib, u yana egallab yotgan Mo'ng'ullar qo'shinining oldin qismiga hujum qilib, ularni keyniga chekindiradi. Keyindan Sayfiddin Qutuz zo'r qo'shin bilan Ayni Jalut degan yerga keladi. Ya'ni Palestindagi Ayni Jalut degan yerga keladi va butun Mo'ng'ullar qo'shinimi ana shu joyga keladi. Shunda qilib milodiya 1260-yili 3-sentyabr kunisi Ayni Jalut degan yerda Mamlukiylar qo'shini, ya'ni islom qo'shini bilan Mo'ng'ullar qo'shini shiddatli urushga kiradi. Sayfiddin Qutuz va Zohir Baybres bu urushda shundoq boturlik bilan urush qiladi-ki, jangga o'zi bevosita kiradi. Shundaqla Sayfiddin Qutuz o'zining dubulg'isini olib tashlab, yuzlarini to'piga milab, o'zining shahodatga bo'lgan intilishini askarlarga bildirib, ajoyib qo'rqmaslik bilan urush qiladi. Shundaqla urush jarayonida ah islomim, ey Alloh, menga Mo'ng'ullarga qarshi yordam bergin degan duoni o'qigan holda tek bir sado bilan urush qiladi. Sayfiddin Qutuz ana shundoq shiddatli urushayotgan paytida bir o'qiya kelib uning etiga tegadi-da, darhol yerga yiqilib tushadi. Sayfiddin Qutuz o'rnidan dasturib yana urushni davom qiladi. Bir askar otdan birini akilib Sayfiddin Qutuzga miniveling deydi. Sayfiddin Qutuz men sizlarning hech qaysinlardan qimmatlik emas. O'zimning zapas eti kamigacha shundoq piyoda urush qilaman deb piyoda shaklda urushni davom qiladi. Shundaqda askarlarning qo'mondonlaridan birisi kelib, "Ey podshoh, siz o'lsangiz bo'lmaydi. Chunki siz o'lsangiz ma qo'shin vayron bo'ladi. Islom
tugaydi deydi. Bu vaqtda Seyfiddin Qutuz har bir o'zimizning qilgan ishni cho'ng ko'rayotgan. Men bo'lmasam bu ish mangmaydi. Men qilmasam bu xizmat to'xtaydi. Men da'vat qilmasam kishilar da'vatsiz qoladi. Men bu pulni Alloh yo'lida xaylamasam u ishni qilolmaydi deb o'zimizning qilgan ishini xuddi hech kim qilmagan ishda ko'rayotgan hammamizga tarixiy buni so'zni qiladi. Men shahid bo'lsam islom tugamdi? Undaq emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom vafot topdi. Islom tugudimi? Mendan necha hassa martabalik bo'lgan Hazrat Umar vafot topdi. Islom tugudimi? Hazrat Abu Bakr vafot topdi. Islom tugudimi? Hazrat Osmon vafot topdi. Hazrat Ali vafot topdi. Bugun kunimiz qadar nurg'un islom qo'mondonlari vafot topdi. Islom tugudimi? Bir Seyfiddin Qutuz vafot topganda islom aslo tugamaydi degan mana mushu javobni beradi. Shunda qilib Seyfiddin Qutuz yana urushni davom qiladi. Bu urush asosli qilich urushi bo'lg'achqa Mo'ng'ullarning ustunligi bo'lgan o'qya ko'p ishlatilmaydi. Natijada bo'lsa Mo'ng'ullar nayt fojialik mag'lub bo'ladi. Fransiyaning mashhur qo'mondoni Napoleon mamluklarning bu urushdagi taktikasini alohida taqdirlaydi va shundaqla Mo'ng'ullarga nisbatan tarixdagi eng kuchli raqib deb sifatlaydi. Seyfiddin Qutuz boshchiligidagi islom qo'shini Mo'ng'ullarni mag'lub qilgandan keyin bir hafta ichida Sham zaminidan, ya'ni hozirgi Suriyadan butun Mo'ng'ullarning hammasini chekindiradi. Shundaqla Shamni mamluklar davlatiga tava qilib, Ayyubiylardan keyin tunji qatim Sham va Misr mamluklarning qo'l ostiga o'tadi. Misr, Suriya, Falastinda Seyfiddin Qutuzning nomiga duo qilinadi. Ayni Jalut urushi islom tarixidagi eng mashhur urushlardan birisi bo'lib, musulmonlar uchun zo'r g'alaba hisoblanadi. Chunki Ayni Jalut urushi orqali musulmonlar g'alaba qilmagan bo'lsa, Mo'ng'ullar qo'shini bizning muqaddas joylarimiz bo'lgan Qudusga kiradi, Makka, Madinaga kirib, u yerni oyoq osti qilgan bo'ladi. Allohning yordam berishi bilan Ayni Jalut urushida mamluklar Mo'ng'ullarni yengib, ularni to'liq chekindiradi. Shundaqla Seyfiddin Qutuz Ayni Jalut urushida g'alaba qilgandan keyin bir hafta ichida Shamning hammasini asliga keltirib bo'ladi. Bunun sababi bo'lsa Seyfiddin Qutuz nəhayət siyasi danalıq bilan burunqi Ayyubiylarning amrining hammasini almashtirmay o'z o'rniga qo'yib, ulardan faqat bay'at oladi. Shunda qilib Seyfiddin Qutuz Sham va Misrning hukmroniga aylandi. Bilganimizdek Seyfiddin Qutuz bilan Zohir Baybarisning ilgari adovati, dushmanligi bor edi. Ya'ni ikkiga bo'linib ketgan edi. Bahriy mamlukiylari va Muazzi mamlukiylari edi. Mo'ng'ullar besib kelgan vaqtda Seyfiddin Qutuzning tirishchanligi bilan bular birlashgan. Endi Mo'ng'ullar chekindi, tahdid yo'q edi, sirtqi xavf yo'q. Endi bularning o'tirisi qanday bo'ladi? Zohir Baybaris bu urushning g'alabasidan keyin Seyfiddin Qutuzdan Halabning amirligini talab qiladi. Menga Halabni beraying deydi. Lekin Zohir Baybaris uni o'zining noibi, ya'ni muavin qilish maqsadida bu talabni rad qiladi. Zohir Baybaris endi tahdid tugandan keyin menga hech qanday huquq bermay, meni yo'qotgandek deb ansirab ikkisi to'qnashib kirib qoladi. Mush asnoda Seyfiddin Qutuz suiqasd kuchirab o'ldirildi, ya'ni shahid qilindi. Ko'pincha tarixshunoslar Seyfiddin Qutuzni Zohir Baybaris o'ldirayotgan deb qaraydi. Lekin bunisi noma'lum. Shunda qilib milodiya 1260-yili 24-oktyabr kunisi Seyfiddin Qutuz shahid qilinib, uning o'rniga cho'ng qo'mondonlar vazirining maslahati bilan Zohir Baybaris sulton bo'lib chiqadi. Mamluklarda podshohlik ko'p hollarda balig'i emas, kim kuchli bo'lsa shu hukmron bo'ladi. Shunda qilib Seyfiddin Qutuzdan keyin Zohir Baybaris mamluklarning hukmroni bo'ladi. Lekin Seyfiddin Qutuz tayinlagan Halabdagi, G'azzadagi, Dimashqdagi amirlar Zohir Baybarisni e'tirof qilmaydi. Uningga qarshi chiqadi, ya'ni bay'at bermaydi. Shundaqla Misrda Ismoiliya shialar isyon ko'taradi, qo'zg'olon ko'taradi. Ya'ni davlat tayinib qoladi. Mana shu paytda O'rta Osiyodan Mo'ng'ullar, ya'ni yangidan qo'shin tashkillab mamluklarga qarshi yo'lga chiqadi. Mo'ng'ullarning bu qatam qo'shini nihoyat zo'r edi. Bu sababdan Zohir Baybaris nihoyat ansiraydi. Mana shu vaqtda Allohning yordam berishi bilan Mo'ng'ullar qo'shinidagi Qipchoq qabilasining qabila boshlig'i Barkxon musulmon bo'ladi. Zohir Baybaris darhol Barkxon bilan aloqa qilib, musulmonning musulmonga urush qilishning to'g'ri emas ekanligi, bu tajovuzlik qarshi o'ziga yordam berishni talab qiladi. Barkxon Zohir Baybarisga u Mo'ng'ullar qo'shinining ojizlik nuqtalari soni bütün uçurlarning hammasini yetkazib beradi. Mana bu sababdan Halabni muhosiraga olgan Mo'ng'ullar qo'shini soni ko'p bo'lsa-mu, Zohir Baybaris tarafidan mag'lub bo'ladi. Bu urushda Zohir Baybarisning g'alaba qilishi bilan uning Shamdagi hukmronligi asli keladi, mustahkamlanadi. Shunda qilib Sultan Zohir Baybaris ham Shamning ham Misrning hukmroniga aylandi. Lekin Mo'ng'ullar yana bo'ldi qilmaydi. Ular O'rta Osiyodan, Anatoliya tuproqlaridan va Arman xristianlaridan tashkillangan zo'r qo'shin tashkillashga kirishdi. Ya'ni mamlukiylar qarshi. Endi mamlukiylarning bundan keyingi oqibati qanday bo'ladi? Mamlukiylarning gullangan davri va cho'kkan davri qanday bo'ladi? Mo'ng'ullar qo'shinini yana mag'lub qila olamdi? Shundaqla mamlukiylarningki xalifani asliga keltirish tirishchanligi ro'yobga chiqamdi? Bu haqli tafsilotni biz keyingi darsimizda tafsili so'zlaymiz. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, To'g'ilmoqda Hamza kabi ham Arslan. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, To'g'ilmoqda Hamza kabi ham Arslan.